Agar men video chiqargandim, agar sizning taktikangizda DMF uchun orkestrator yoki box to box bo'lmasa, juda ham kuchli box to boxda GP'ga olamiz. Standart playerga filtrdan national regionga Yevropaga o'tib turib Fransiyani topib olamiz. Keyin pozitsionga DMF qilamiz. DMF qilgandan so'ng N'Golo Kante chiqib keladi. N'Golo Kanteni 82,000 GP'ga olamiz. Box to boxni DMFga qo'ysa, asosan juda kuchli zashtaga turib beradi. Kuchaytirib olamiz. Keyin uni hozir kuchaytirib chiqamiz. Avto holatda kuchaytirib ko'ramiz oldin. %95 bo'ladi avto holatda. Lekin buning himoya statistikalari darajasiga qaraganda juda baland. Keyin malol qanotga olingan o'yinchilardek o'ynab turadi. O'yi pas bo'lishiga qaramay, bal kontrollar yaxshi, low pas, yerlab paslar zo'r, dribling o'rtacha, box to boxga yarashadi. Lekin zashta statistikalar juda kuchli. Hamma tezligi ham bor, stamina, hamma narsasi bor. Keyingi videoda sizlarga shunday kuchsiz akkauntlar, donaterlarni yutishni o'rgataman.